O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning o'tgan davrida Barabatcha hisobda turgan mahkumlar tomonidan qayta jinoyat sodir etish oldini olish maqsadida 300 dan ortiq profilaktik tadbirlar o'tkazildi. 700 ga yaqin nafar mahkum tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 2,5 mingga yaqin mahkum ish bilan ta'minlandi. 100 ga yaqin mahkum kasblarga o'qitildi. 700 nafarga yaqin mahkumga bir martalik moddiy yordam ko'rsatildi. Mahkumlarga tadbirkorlik faoliyatidan shug'ullanish uchun 8 million so'mdan ortiq subsidiyalar ajratildi. 200 nafardan ortiq mahkum ayollarga moddiy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, jazo muddatini o'tayotgan mahkumning oila a'zolariga muntazam ravishda moddiy va tibbiy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Amalga oshirilgan ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni hayotga ijtimoiy moslashtirish, ular tomonidan huquqbuzarlik va qayta jinoyatlar sodir etilishini oldini olishdan iboratdir. Bu bo'yicha barcha kuchlar safarbar etilib, zaruriy chora-tadbirlar ko'rib kelinmoqda. Shu bilan birga mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishning tashkiliy asoslarini zamon talablariga moslashtirish, sodir etiladigan qonun buzilishlarning asl omillarini o'z vaqtida aniqlash va kompleks chora-tadbirlar bilan manzilli bartaraf etish orqali jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini yanada oshirish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Chiqarilayotgan qarorlar ijrosini ta'minlash va amalga oshirish mexanizmlarini aniqlash maqsadida Toshkent viloyati prokuraturasi tashabbusi bilan viloyatimizning 22 ta tuman va shaharlarida o'quv seminarlari tashkil etildi. Seminarlarda profilaktika inspektorlari, xotin-qizlar faollari, yoshlar yetakchilari, hokim yordamchilari, ijtimoiy soha xodimlari va nuroniylar kengashi a'zolari, shuningdek tuman va shahar miqyosidagi korxona, muassasa va tashkilotlar rahbarlari, tegishli davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Mazkur seminar fuqarolarning hayot sifati hamda farovonligini yuksaltirishga qaratildi. Unda mahallalarda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, mavjud muammolarni aniqlab, ularga kompleks yondashuv asosida yechim topish, huquqbuzarliklar va jinoyatchiliklarning oldini olish, profilaktik tadbirlarni kuchaytirish kabi masalalar atroflicha muhokama qilindi. Shu maqsadda aniqlangan muammolar asosida aniq va manzilli yo'l xaritalarini ishlab chiqish, ularning bosqichma-bosqich ijrosini ta'minlash yuzasidan fikr almashildi. Joylardagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, aholining farovonligini oshirish, infratuzilmasini yaxshilash va bandlik masalalarini hal qilish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Shuningdek, seminar davomida fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash, notinch oilalar bilan individual ishlash, yoshlar bandligini oshirish va xotin-qizlar faolligini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Seminar doirasida huquqiy me'yoriy jihatdan mustahkamlovchi asosiy qaror va hujjatlar keng qamrovda tushuntirildi. Ayniqsa har bir mahallada xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar muhimligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni aniqlash va ularga manzilli yordam ko'rsatish, yoshlar bandligini oshirish, xotin-qizlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan fuqarolarga ko'mak berish kabi masalalar ham seminar muhokamalarining markaziy mavzularidan biri bo'ldi. Seminar ishtirokchilari mahallalarda mavjud muammolarni tizimli o'rganish, har bir holatga mas'uliyat bilan yondashgan holda ularga yechim topish mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidladilar. Shu bilan birga davlat idoralari bilan fuqarolar o'rtasida ochiq va ishonchli muloqotni yo'lga qo'yish, fuqarolarning muammolarini tezkor hal etish, aholining davlat organlariga bo'lgan ishonchini oshirish va fuqarolik jamiyatini mustahkamlash kabi dolzarb masalalar ham seminar doirasida muhim yo'nalish sifatida ko'rib chiqildi. Shuningdek, har bir hududning o'ziga xos sharoiti va ehtiyojlarini hisobga olgan holda innovatsion yondashuvlar, zamonaviy boshqaruv usullari va texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati haqida fikr almashildi. Bu esa o'z navbatida hududlar o'rtasida tajriba almashishni kuchaytirish, samarali uslublarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Shuningdek, mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning mutlaqo yangi mexanizmlarini joriy etish, huquqbuzarliklarni sodir etishga sabab bo'layotgan ijtimoiy, maishiy muammolarni tizim orqali hal etish hamda aholida shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish borasida Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlari viloyatimizning O'rta Chirchiq tumanida bo'lib, tuzalish yo'lga o'tgan fuqarolar bilan uchrashdilar. 2024-yil mart oyida 5-modda bilan jazolanib qoldim. Yo'qchilik sabab shu muammolarimni
Toshkent viloyati prokuraturasi rahbariyatiga aytdim va ular qisqa muddatda ko'rib chiqishdi. Men shu qo'limda hunarim borligini aytdim va menga tikuvchilik mashinasini, ikkita Averlock to'g'richoq mashinasini olib kelib berishdi. Eng avvalo prezidentimizga rahmat. Endi bu yog'iga to'g'ri yo'lda yurib, oilamga daromad keltiradigan, jamiyatimga foydasi keltiradigan ishlar qilaman. Tadbirlar davomida probatsiya hisobida turgan yana bir fuqaro ish bilan ta'minlandi. U hozirda tinch va osoyishta yurtda, ozodlikda ish faoliyatini olib bormoqda. Men o'rta chirchiq Qubani proportsiyasi shu yerda turaman. O'sha 3 oydan beri chiqqanimdan keyin ish topolmayotgandim. Viloyat prokurori yig'ilishida bo'ldim. Menga ish so'raganimda hozir yordam qilib ishga joylashtirishdi. Ishim yaxshi, Xudoga shukr. Uyda chorvalarim bor, parrandalarim bor. Bo'sh kunlarim uyda parrandalarimga qarayman, chorvamga. Qolgan kuni ishdaman, ishga chiqib kelib yuribman. Prezidentimizga ham rahmat, e'tibor berganlari uchun katta rahmat. Sodir etilayotgan qonun buzilishlarining asl omillarini o'z vaqtida aniqlash va kompleks chora-tadbirlar bilan ularni manzilli bartaraf etish orqali jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini yanada oshirish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Probatsiya guruhi hisobida jazoni o'tayotgan shaxs Toshkent viloyat prokuraturasi yig'ilishida o'z muammosini aytib o'tdi va o'sha muammolardan biri bu bandlikni ta'minlash masalasi edi. Qorasunda joylashgan do'konga, ya'ni mebel do'koniga o'zlari taklif bilan ishga joylashdilar hamda shu kungacha ozodlikni cheklash jazosini o'tab kelayotgan bo'lsa ham ish masalasi og'ir bo'lganligi uchun, oylik masalasi kam bo'lganligi uchun ish bilan ta'minlashini so'ragandi. O'sha ish joylarini o'rganildi va shaxsni o'zi bilan ish jarayonini ham ko'rdik, ko'zdan kechirdik. Ularda hozir muammo yo'q. Bandligi ta'minlandi va bartaraf etildi. Umid qilamizki, kelajakda albatta o'zlari jazoni o'tayotganlaridan to'g'ri xulosa chiqaradilar va kelajakda probatsiya nazoratiga boshqa ro'yxatga qo'yilmaydi. Kelajakda insonlarga foyda keltiradi deb o'ylaymiz. Aholining huquqiy ongi, ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyatini oshirish, jinoyat sodir etilishiga sabab bo'luvchi ijtimoiy muammolarni bartaraf etish nafaqat soha fidoyilari, balki har birimizning burchimizdir. O'rta Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhida turuvchi 320 ta shaxslarga ularni huquqbuzarliklar sodir etmaslik, jinoyatchilik sodir etmaslik maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan bugungi kunda ushbu probatsiya guruhida turgan 10 nafar shaxslarga subsidiya ajratildi. 6 nafar shaxslar ishga joylashtirildi. 5 nafar shaxslarga moddiy yordamlar ko'rsatildi. Bundan tashqari ushbu probatsiya guruhida turgan shaxslarni kelgusida jinoyat sodir qilmaslik maqsadida ko'plab profilaktik tadbirlar, uchrashuvlar, targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Xabaringiz bor, so'nggi yillarda probatsiya nazoratida turgan fuqarolar uchun ko'plab yengilliklar berilmoqda. Bizning keyingi manzilimiz Piskent tumani. Bu yerda istiqomat qiluvchi fuqaro Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan qabulda ishtirok etib, o'z muammolari bilan murojaat qilgan edi. Hozirga qadar ushbu murojaat ko'rib chiqilib, ijobiy tomonga hal bo'lgan va fuqaroning bandligini ta'minlash maqsadida subsidiya ajratilib, ish faoliyatiga zarur asbob-uskunalar yetkazib berilgan. 2025-yil 20-fevral kuni ozod etildim. Xonadonimga kirib keldim. Batlar o'tkazildi. Batimiz hammasini eshitdi. Biz ham chiqib turdik. Subsidiya ajratishlarni iltimos qildik. Domlarni olib kelib berishdi. Avolasi men bu yerda dehqonchilik va teplitsa bilan shug'ullanaman. Prezidentimizga avolasi rahmat. Shunchalik e'tibor qilib, shunchalik qo'llab-quvvatlab. Endi bu yoqda yana adashmaslikka harakat qilib, o'zimizni vaqtimizni o'zimiz oila bog'lab chaqirib, xalqimiz yuziga yerga qaratmaslikka harakat qilib, bu yerga Xudo xolasa yaxshi niyatlarda yashaymiz. Biz misol uchun probatsiya cho'tlarida turgan bo'lsa ham shunchalik imkoniyat yaratib berib, qo'ldan kelgancha yordam qilyaptilarki, Xudo xolasa bu yo'lda yuzlarini yerga qaratmaymiz. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, probatsiya xizmati sud hukmi yoki ajrimi bilan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslar tomonidan jazo ijro etilishini ta'minlaydi. Ya'ni axloq tuzatish, majburiy jamoat ishlari, ozodlikni cheklash, muayyan huquqdan mahrum qilish jazolari tayinlangan shaxslarning hukmi bajarilishini nazorat qiladi. Toshkent viloyat prokuraturasi hamda Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tumandagi probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan ishlash, ularning ijtimoiy hofizasini ta'minlash, ular bilan ish bilan ta'minlash tizimini samaradorligini oshirish maqsadida har bir probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan ishlab, ularga shu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari bilan subsidiya mablag'lari ajratish, ularni ish bilan ta'minlash, ularni tuzalish yo'liga o'tish uchun subsidiya mablag'lari ajratilib, ularni ish bilan ta'minlab kelinmoqda.
xususan tumanning Navoiy, Saidobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan ular bilan ishlanib, shu viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan topshiriqlarga asosan ularga subsidiya mablag'lari ajratildi hamda ularning jamiyatda ijtimoiy moslashuvini oshirilib, ularni jamiyatda kelgusida qayta jinoyat sodir qilmasligi uchun bandligi ta'minlandi. Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlari qilmishidan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan yana bir fuqaroning xonadonida bo'lishdi. Bu fuqaroga ham subsidiya ajratilgan. Hozirda u chorvachilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanmoqda. Hozirgi kunda probatsiyaga chiqdim protsentga. Viloyat prokuraturasidan sayyor qabul bo'ldi. O'sha yerga sayyor qabulda qatnashdim. Sayyor qabulda subsidiya chiqarib berishini so'radim chorvachilikka. Hozir subsidiya chiqdi, chorvachilik bilan shug'ullanyapman. Bundan tashqari uyda uzum bog'dorchilik bor. Agorot, mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapman hozirgi kunda. Ushbu islohotlar probatsiya nazoratida turgan shaxslarning ijtimoiy moslashuviga, bandligi ta'minlanishiga, huquqiy va psixologik yordam ko'rsatilishiga ko'maklashadi. Tadbirlar doirasida probatsiya nazoratida turgan fuqarolar bilan muntazam ravishda uchrashuvlar o'tkazib kelinadi. Ularning qayta jinoyat sodir etmasliklari, to'g'ri yo'lga tushib, kasb-hunarli bo'lishi uchun chora-tadbirlar ko'rib kelinmoqda. Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlari Bo'ka tumanida ham bo'lib, probatsiya nazoratida turgan fuqarolar bilan tanishdilar. Bo'ka tumanida probatsiya hisobida ro'yxatda turaman. 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Toshkent viloyat prokurori yig'ilishida ishsizlar ishsizligini yoki qanaqadir yo'nalishini yo'qotganlar yo'nalish istab so'rab murojaat qilganda bizga men shu yakka tadbirkorlik yo'nalishini tanlaganim uchun shu yo'nalishda menga to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri tushuntirib, to'g'ri yo'nalish qilib, hozirda yakka tadbirkorlik faoliyatini boshladim. Mana shu avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash yo'nalishini. Avvalambor prezidentimizga rahmat, ming rahmat shunchalik sharoit qilib yaratib berganligi uchun. Hozirda ish faoliyatim davomida oilam hammasi xotirjam, hech qanaqa kamchiligimiz yo'q. Jinoyat qilgan ishimizdan ming bor pushaymonmiz. Xudo xolasa bu ishga qaytib qo'l urmaymiz. Kelajakda xudo xolasa yaxshi yetib, mana shu usta bo'lib chiqib, shogirdlar chiqazib servisimizni kengaytirishga harakat qilamiz. Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhida hisobda turgan mahkumlarni qayta jinoyat sodir etishini oldini olish, bandligini ta'minlash, huquqiy ongini oshirish, ijtimoiy moslashtirish yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, huquqiy ongini oshirish bo'yicha mahkumlarga kitoblar taqdim etilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy moslashuv yuzasidan 2 nafar mahkumga shaxsini tasdiqlovchi guvohnomalar olishda amaliy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, bir nafar mahkumga bandligini ta'minlash yuzasidan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilib, amaliy ishlar ko'rsatildi. Shuningdek, uzoq yillardan buyon shaxsini tasdiqlovchi hujjat ola olmay qiynalib yurgan probatsiya nazoratida turgan fuqaroga Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan amaliy ko'mak berildi. Hozirda probatsiya bo'limida ozodlikni cheklash jazosini o'tab kelmoqdaman. Ancha yildan beri qiynab kelayotgan shu pasportim muammolari bor edi. Vaqt muddati o'tib ketgandi, to'la olmay qiynalib yurgandim. Xalqi berdi, pasportimni oldim. Rahmat aytaman. Prezidentimizga katta rahmat sharoitlar yaratib bergani uchun. Hozirda probatsiya bo'limida turgan bo'lsak ham, yaxshi sharoitlar yaratib beryapti. Yaxshi yo'llar ko'rsatib, bundan keyin yaxshi yo'lda yurishga harakat qilib o'zimni ko'rsataman. Sodir etgan jinoyatlarimdan pushaymonman. Buyog'iga to'g'ri qadam bosishni maqsad qildim. Hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Jinoyatchi bo'laman demaydi. Lekin afsuski, oramizda nafs qurboniga aylanganlar qancha. Muhimi, so'ngida qilmishidan pushaymonlik hissini tuya olishlari, jinoyat yo'liga qayta qadam bosmasliklari. Guvoh bo'lganingizdek, nazoratdagi shaxslar bilan ko'proq muloqot qilish, ularning muammolarini hal etishda Toshkent viloyati prokuraturasi, tuman prokurorlari, jamoat xavfsizlik xizmati probatsiya boshqarmasi, mahalla faollari va jamoatchilikning qo'shgan hissasi beqiyosdir.